Hammaga assalomu alaykum. Davlatbek 300 kanali obunachilar hamda Diller 300 klientlar hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo xolasa bugun Diller 300 magazinimizni bozordagi Glavniy filialida yana navbatdagi juma aksiyamizni o'tkazamiz. Bilasizlar, uzoq yillardan beri Instagramda juma aksiyasi, ya'ni juma aksiyasida bir mahsulotlarimizni tanlab olib, shu mahsulotimizni teng yarım narxida sotishni yo'lga qo'ydik. Bilasizlar, va'da berdik, agar shu juma aksiyamiz o'xshasa klientlarimizga, obunachilarimizdan teklif bo'lsa, YouTube kanalidan bu aksiyani o'tiramiz deb va'da berdik. Va'damizni ustidan chiqdik. Menimcha bu ikkinchi marta juma aksiyasini YouTube kanalida o'tkazishimiz bo'ladi. Qaranglar, bugun Davlatbek 300 kanal obunachilar uchun ajoyib taklif. Hozirgi kunda ko'pchilik bizada xolodilnik haqida qiziqish bildirib turibdi. Avtomat termoshin konditsioner sotganmiz, lekin ko'pchilik obunachilarimiz xolodilnik qo'yishni taklif etib turibdi. Shuning uchun sizlarga 2 kameralı, eng asosiysi morozinligi teyinda xolodilnik. Buni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Birinchidan, bu xolodilniklarimizni razmeri katta bo'ladi. 1.75 santimetrlik xolodilnik. Ko'rib turganingizdek, oq rangi va qora rangi bor. Xolodilnikimizda ishlashini 10 yil garantiya beriladi. Eng zo'r yeri, bu xolodilnikimiz 187 litr xolodilnik, 75 litr morozinlik. Ya'ni katta xolodilniklarning qatorida yuradi. Bilasizlar, bizning Diller 300 magazinimizda katta xolodilniklar 5 million so'mdan 9 million so'mga дейін turadi. Bu shu 9 million so'mlik xolodilniklar bilan bir xil razmerda bo'ladi. Bugun bu xolodilnikimizni sizlarga faqat juma kuni, juma aksiyasini, ertangi bo'lib o'tadigan juma aksiyasida shu xolodilniklarimizni bozorlarimizda hozir 5,5 million 300 ming so'mdan sotilib turibdi. Lekin sizlar bir kun bu xolodilniklarimizni 2 million 600 ming so'mdan xarid etib olishingiz mumkin. Qaranglar, e'tibor beramiz. Bu 1.75lik morozinligi pasta xolodilnikni. Siz ko'pchilik oyinda o'ylashi mumkin, masalan, videomizni ko'rib negativ bildirishi mumkin. U 2 million 600 ming bo'lsa kichkina xolodilnik bo'ladi. Yo'q, Diller 300 da bilasizlar, teng yarım narxini 5 million bo'lsa 2,5 million qo'yamiz, 7 million bo'lsa 3,5 million qo'yamiz. Xullas, necha so'mlik mahsulot bo'lsa teng yarım narxidan sotib kelyapmiz. Qaranglar, o'zi bozorlarimizda yana Premier brendidan shu xolodilnikimizni hozirgi kunda sotib turgan narxi 3 million 400, 3 million 200 ming so'mdan sotilib turibdi. Bu kichkina xolodilnikni bermaymiz. Sizlarga 1.75 santimetrlik katta xolodilnikimizni faqat juma kuni bir kun juma aksiyasida 2 million 600 ming so'mdan xarid etishingiz mumkin. Bu xolodilniklarimizda xarid etib olish shartlari faqat birgina bo'ladi. Davlatbek 300 kanalına obuna bo'lib qo'yasiz va chiroyli etib Davlatbek 300 so'zini kommentariyada belgilab qoldirasizlar. Xudo xolasa bemalol kelib shu ko'rib turgan katta xolodilniklaringizni 2 million 600 ming so'mdan bemalol kelib xarid etib ketasizlar. Bilasizlar, ko'pchilikda masalan hozirgi kunda reklamalar ko'payib ketgan. Ko'pchilik aytishi mumkin, quruq reklama borsanglar yo'q bo'ladi deb, lekin bizani Diller 300 magazinimiz menimcha hozirgi kunda bilmaydigan odam bo'lmasa kerak, bizada aytildimi, beriladi bu narsalar. Buni juma aksiyalarimiz videolarini YouTube tarmog'iga ham qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. O'ylanib o'tiradigan yeri, uzoqdan kelsak, borsak, bermasang hech bo'ladi degan narsa bo'lmaydi. Juma kuni haqqoniy ravishda shu xolodilniklarimizni 2 million 600 ming so'mdan bemalol kelib xarid etib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rganingizdek, xolodilnikimiz Premier brendidan 10 yillik ishlashina garantiya beriladi. Xullas, pastokda ishlaydi. Yana tovush tezliklar, tovushlari past, unday ovoz berib ishlaydigan xolodilnikimiz, ya'ni zamonaviy xolodilnik. Ko'pchilik avvalgi xolodilniklardan tushunishi mumkin. Sababi arzon narxi, juda arzon narxda bo'lgani uchun ko'pchilik sifatsizda bo'ladi. Yo'q, Diller 300 sifatsiz narsani juma aksiyasida qo'ymaydi. Ko'rib turganingizdek, Premier brendi O'zbekiston bo'ylab bu videomizni qayerda ko'rib turgan bo'lsangiz ham o'zingizga yaqin liboy bir magazinga giringdan shu razmerdagi pasti, morozinligi pastdagi xolodilniklarni surishtiring. 5 million so'mdan kam bo'ladigan bo'lsa fikringizni kommentariya yozing. Sababi bu xolodilniklarimiz hozirgi kunda eng kam bozorlarimizda sotiladigan narxi 5 million 200 ming so'm turadi. 5 million 200 mingning yarmi 2 million 600 bo'ladi. Kelib bemalol olib ketishingiz mumkin. Xolodilniklarimiz ochilmagan bulombu zavod holatida beriladi. Ya ko'pchilik endi masalan kasbdoshlarimiz va boshqa ko'p negativ odamlar bor. Shular uchun arzon mahsulot ishlatilgan, qaytib kelgan narsani sotdi deyishlari mumkin. Lekin unday emas, ochilmagan garantiya talonlari bilan yozilib 10 yil garantiyalari berilib 100% garantiyalatib mahsulotlarimizni
yetkizamiz. Agar qo'shimcha savollar, qiziqishlar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefonlashib kelib olsanglar bo'ladi. Dukonimizni endi bir orientirini tushuntirib o'tamiz. Ko'pchilikka qiziq bo'ladi bu aksiyamiz. Lekin qaranglar, bu ko'rib turgan videomizni ko'rib uyda o'tiraverish kerak emas. Sababi bu aksiyamiz menimcha ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. 2.600 ming so'mdan 1.75 santimetrlik xolodilnik shu kunadin hali mesh texnika olamida bo'lmagan orientirimiz. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida To'rtko'l buyum bozorini Qalq markazida joylashgan bo'ladi. Bozorni oldi tarafidan kelsanglar Qo'sha darvoza deb aytiladi. Qo'sha darvozadan şimdi girib kelsanglar, to'g'ri kelasizlar. Bozorni yon tarafidan kelaman desangiz, Gunchiqish darvoza. Gunchiqish darvozadan şimdi kelsangiz, o'ng qo'lingizda chiqadi. Yo'q, qiynalmay to'p kelaman desangiz, bozorning orqa tarafida beton stenka bor, quyosh panellari o'rnatilib turibdi. Ma'lumot uchun beton stenkadan tushib şimdi darvozadan bozorga girasizlar. Girganda o'ng qo'llaringizda Dillerchizni Glavniy filialida xudo xolosa 2.600 mingdan kelib xolodilniklarimizni xarid etib olib ketsanglar bo'ladi aziz obunachilar. Aksiyamiz yoqqan bo'lsa bir like bosinglar, kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni Dillerchiz magazinida ertangi juma aksiyasida kutamiz. Ya'ni 3-bu ikkisimi? Asadbek 3-oktyabr kunisi juma kuni shu dukonimizning oldida kutamiz hammangizni. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.